Siz shuni biling. 2 rakat agar namoz o'qib qolsangiz, bilasizmi, siz 2 rakat namozingizning hisobi nima bo'ladi? 2 rakat namozingizni o'sha ajr savobda siz nima qilasiz? 83 yildan oshiq 2 rakat namoz o'qigan bo'lasiz. 83 yildan ko'p sajda qilgan bo'lasiz. Oshiq deyapman sizga. Bitta subhanalloh deganligingiz 83 yillikka tatiydi va ziyoda. 83 yillikka. Bir o'qigan oyat Qur'onni o'qib qoling. Bu kechalarda Qur'on o'qib qoling. Xo'p, nima qilinadi Laylatul Qadrda deyilsa, zikri, duolar, iltijolar qilinadi. Butun solih amallar qilinadi. O'shanda bitta o'qigan oyatingiz siz uning ajrini 83 yildan ko'p, 84 yil uni ajrini Alloh taoloning huzurida topasiz. Agar biringiz borib ota-onangizni yuziga tabassum qilib, qo'llarini o'pib, yuzingizga sursangiz bilasizmi nima bo'ladi? Siz 84 yillik ota-onaga qilgan hurmat, ajr, savob, mukofotiga ega bo'lasiz. Biringiz mana shu qadr kechalarida agar zakot bersangiz bo'ladi. Nima bo'ladi bilasizmi? Sadaqa qilsangiz, ihson chiqarsangiz faqir fuqarolarga 84 yil ihson, ajr, savobiga bo'lasiz. Chunki bunda amallar shunday. Laylatul Qadri khayrun min alfi shahri. Qarang, nafaqat 1000 yillik, 1000 yildan ham yaxshiroq dedi Parvardigor olam. 1000 yillikdan ham yaxshiroq dedi. Va ixlos bilan va buni ajri savobini Allohdan kutib, bir kecha o'sha qadr kechasi bo'lgan qadrni agar kutadigan bo'lsa, qadrda ibodat qiladigan bo'lsa, uning o'tgan jamiki gunohlar kechiriladi. Bir kechada ya, keyingisi aytqum minan nar. Har kecha Rasulullohning so'zlarida aytdiki, Ramazon kechasidan hech bir kecha yo'qki, illo har birida Alloh taoloning fazli bilan bandalarini u do'zaxdan bo'ynini qutqazadi. Bandalarini har kechada Alloh taolo qutqazib turadi. O'sha kunda do'zaxdan najot topasiz. Aynan Qadr kechasi do'zaxdan inson najot topuvchi bir kecha.